Prezident maktablarida faqat yuqori lavozimlarda ishlaydigan insonlar, bolalari o'qiydi degan gap bor. Bunaqa gap so'zlarni eshitganmiz. Shunday qarayapsizki, va shu mehnatga yarasha qanday imtiyozlar ularni kutib turibdi? 9-sinfni bitirganda, 10 va 11-sinfni bitirganda Yana bitta mif bor va shuni ham bir aniqlik kiritib ketsak, ya'ni prezident maktablari pullik o'qish deyshadi. ma'lum bir sabablarga ko'ra, masalan, tepadagi lavozimlarga qanday imtiyozlar bo'lmaydi. Ya'ni prezident maktablarini umumta'lim maktablaridan farqi nimada? O'sha o'quvchi o'qishdan chetlatilgandan so'ng uning bo'sh qolgan o'rniga boshqa o'quvchi olinadimi? Bu qanday bo'ladi? Salom hurmatli Prosta Chaqchaq kanalining obunachilari. Bugungi videomizda Buxoro shahridagi prezident maktabi haqida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatimiz mehmoni ushbu prezident maktab maslahatchisi va ijrochi direktori David Xo'jayev Oybek Obidovich. Assalomu alaykum Oybek aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi. Oybek aka, kirish savoli tariqasida prezident maktablarini yaratilish tarixi haqida bilmoqchi edik. Prezident maktablarining yaratilishi 2019-yilda Mirziyoyev Shavkat Miromonovich tomonidan asos solingan. Bu prezident maktablarining asosiy vazifasi O'zbekiston Respublikasidagi barcha maktablarga lokomotiv sifatida, ya'ni ularga o'rnak bo'la oladigan, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlay oladigan maktab sifatida ham pedagog xodimlarga ham o'quvchilarga hamma tomonlama yordam beradigan maktab sifatida bo'lsin deb asos solingan. Prezident maktablarining tashkil topishi avvalgi Prezident ta'lim muassasalari agentligi, hozirgi esa ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimida demak asos solindi. Ular prezident maktablari o'zining bir necha yillik faoliyati bilan o'z samaradorligini isbotlagandan so'ng prezident maktablari ga o'xshagan ixtisos maktablariga ham asos solindi va agentlik nomi ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi nomiga o'zgartirildi. Hozirda Buxoro viloyatida demak Buxoro shahridagi prezident maktabi va tumanlardagi ixtisos maktablari o'z faoliyatlarini olib borishyapti. Oybek aka, tomoshabinlarimizga nafaqat prezident maktabi, balki sizning shaxsiy karyerangiz va bosib o'tgan yo'lingiz ham qiziq. Shular haqida bir gapirib bersangiz. Xo'p, o'zim haqimda va mehnat faoliyatim haqida aytadigan bo'lsam, o'zim Buxoro shahrida tug'ilganman. Maktabni bitirgandan so'ng iqtisodiyot va bank kollejida o'qib, keyin Toshkent shahridagi Xalqaro Vestminster universitetida tahsil olganman. Bakalavr darajasini olganimdan keyin 2018-yilda Buxoro shahriga qaytib kelib, Buxoro shahridagi birinchi xususiy maktabda o'z ish faoliyatimni olib bordim. Undan tashqari o'quv markazlarida ishladim va 2019-yil oxirida o'z o'quv markazimni ochdim. 2021-yilda Buxoro shahridagi prezident maktabi ochilganda ustozimni takliflari bilan o'z hujjatlarimni prezident maktabiga ishlash uchun topshirdim va imtihonlardan va suhbatdan muvaffaqiyatli o'tganimdan keyin prezident maktabiga matematika fani o'qituvchisi sifatida ishga qabul qilindim. 1,5 yillik faoliyatimdan so'ng Buxoro shahridagi prezident maktabida biznes fani o'qituvchisi sifatida o'z faoliyatimni olib bordim. 2023-yilda Buxoro shahridagi prezident maktabini maktab maslahatchisi lavozimida ishladim 1 yil davomida va 2024-yil aprel oyidan ushbu maktabda ijrochi direktor vazifasida ish olib boryapman. Juda ham zo'r Oybek aka, bu lavozimga ko'tarilgancha ancha yo'lni, ancha mashaqqatni bosib o'tgan ekansiz. Oybek aka, juda ko'p insonlarni qiziqtirgan savol, ya'ni prezident maktablarini umumta'lim maktablaridan farqi nimada? Juda ham ko'p beriladigan savollardan biri bu. Demak, O'zbekiston Respublikasidagi prezident maktablari umumta'lim maktablaridan qanday farq qiladi? Avvalambor aytib o'tganimdek, prezident maktablari asosiy
prezident maktablarining asosiy vazifasi boshqa umumta'lim maktablarga yordam berish sifatida, ya'ni har tomonlama qo'llab-quvvatlash sifatida lokomotiv rolini o'ynashi kerak. Prezident maktablarida o'quv dasturi gibrid o'quv dasturi asosida o'quvchilarga ta'lim beriladi, ya'ni STEM fanlari, ya'ni tabiiy fanlar, matematika, ingliz tili, art ya'ni san'at darslari ingliz tilida Cambridge o'quv dasturiga asoslanib o'tilsa, demak milliy dastur asosida esa tarix, ona tili va boshqa fanlar o'tiladi. Prezident maktablari lokomotiv o'rin bo'lsa dedingiz va bu qaysi sohalarda ko'rinadi? Prezident maktablari lokomotiv maktab sifatida o'z samaradorligini isbotlagandan so'ng respublika bo'yicha 200 ga yaqin ixtisoslashtirilgan maktablar ochildi. Ushbu ixtisoslashtirilgan maktablarda, demak, prezident maktablari da qo'llaniladigan baholash uslublaridan foydalanish boshlandi va ushbu ixtisoslashtirilgan maktablar yordami bilan tumanlardagi umumta'lim maktablarida ham prezident maktabida foydalaniladigan baholash tizimi yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunda 1,5 mingta umumiy umumta'lim maktablarida va ixtisoslashtirilgan maktablarda prezident maktablari kabi baholash tizimlari qo'llaniladi. Oybek aka, o'zi prezident maktabiga kirish qanday bo'ladi? Xo'p, biz bilamizki, prezident maktablari respublika bo'yicha 14 ta hududda tashkil etilgan. Qoraqalpog'iston Respublikasi, 12 ta viloyat va Toshkent shahrida. Va ma'lum bir hududdagi maktablarni 4-sinfini tamomlagan o'quvchilar demak prezident maktablariga o'z hujjatlarini topshirishlari mumkin, ota-onalar yordamida albatta. Bunda ma'lum bir fanlar, ya'ni matematika, tabiiy fanlar va ingliz tili fanlaridan olgan baholari 5 bo'lishi talab etiladi va hujjat topshirgandan keyin ular 2 bosqichli imtihondan o'tishadi. Birinchi bosqich qancha nomzod ariza topshirganidan qat'iy nazar 480 ta o'quvchilar saralab olinadi. Bu matematika fanidan test topshirish yo'li bilan bajariladi va ikkinchi bosqichda o'sha saralab olingan 480 ta o'quvchi ingliz tili va tanqidiy fikrlash fanlaridan demak testlarni topshirishadi va 480 ta o'quvchidan 24 nafar o'quvchi prezident maktablariga har yili qabul qilinadi. 24 nafar o'quvchi prezident maktablarida ikkita sinfda, ya'ni 12 tadan ikkita sinfda demak ta'lim olishni boshlaydi. Tushunarli. Oybek aka, agar o'tkazib yuborsa, ya'ni 5-sinfdan, ya'ni 6-sinf yoki 7-sinf o'quvchisi topshirmoqchi bo'lsa, qandaydir imkoniyatlar mavjudmi? Demak, bizda prezident maktablarida 5-sinfga qabul qilingan o'quvchi shu maktabda tahsil olib 11-sinfni bitirib ketishi nazarda tutilgan. Ma'lum bir sabablarga ko'ra, masalan, sog'ligi tufayli yoki o'qishlarni o'zlashtira olmaganligi tufayli va boshqa sabablarga ko'ra o'qishini davom ettira olmasa, o'quvchilar safidan chetlashtiriladi. O'shanda bo'sh o'rinlar haqida prezident maktablari ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligiga xabar beradi va ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi yoz oyida imtihonlar jarayoni olib borilayotgan paytda bo'sh o'rinlar uchun alohida demak imtihonlar tashkil qiladi. O'shanda demak 5-sinf, 6-sinf, 7-sinf va boshqa sinf o'quvchilari bemalol prezident maktablariga hujjat topshirishlari mumkin. Lekin bu aytib o'tganimdek faqat bo'sh o'rin ochilib qolsa. Tushunarli. Demak, umidvor insonlar yoz faslida agentlik kanallarini kuzatib boshlashlari kerak, shundaymi? Bu endi demak may-iyun oylariga to'g'ri keladi. May-iyun oylariga. Oybek aka, xalq orasida shunday mif bor, ya'ni prezident maktablarida faqat yuqori lavozimlarda ishlaydigan insonlar bolalari o'qiydi degan gap bor. Shu gapga qanday qaraysiz? Shohjahon, bu savolingiz ya'ni elita qatlamning farzandlari o'qiydi degan mish-mish gap, bu qat'iyan noto'g'ri. Chunki
prezident maktablarida istalgan O'zbekiston fuqarosi o'z farzandini o'qitishi mumkin. Aytilgandek, imtihonlardan muvaffaqiyatli ravishda o'tsa. Yana bitta mif bor va shuni ham bir aniqlik kiritib ketsak, ya'ni prezident maktablari pullik o'qish deyishadi. Shohjahon, bu mish-mishlarni biz ham eshitganmiz. Prezident maktablari ham umumta'lim maktablari kabi davlat maktabi hisoblanadi va o'z o'quvchilariga 100% bepul ta'lim beradi. Demak, hech qanday pul to'lov yo'q. Hech qanaqa pul to'lovlari yo'q. Qaytanga prezident maktablari o'z o'quvchilariga bir qancha imtiyozlar va grantlar taqdim qiladi. Oybek aka, mana bu imtihon, kirish hammasidan bafurja gaplashib oldik. Xo'p, endilikda shu prezident maktabiga kirgan o'quvchilarni hayot haqida gaplashsak, ya'ni mana 5-sinf o'quvchisi imtihonni topshirdi, muvaffaqiyatli va kirdi. Endi uni nimalar kutyapti? 5-sinfga qabul qilingan va imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tgan o'quvchilar ota-onalari hamrohligida maktabga taklif qilinadi. Ular maktabda o'z yotoqxonalarida joylashtirilib, ularga 2 mavsumiy maktab formasi taqdim qilinadi va ular oilasidan uzoqda yashagan o'quvchilar, ya'ni bu yoshda 5-sinfda, bular taxminan 11-12 yoshda bo'ladi. Bolalarga juda qiyin bo'ladi va shu uchun yangi qabul qilingan o'quvchilarga biz 6 oylik, ya'ni ko'nikish davri da ko'proq yordam berishga, ularning tarbiyachilari, ularning sinf rahbarlari va hattoki maktab administratsiyasi ham ularga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qiladi. Mana shu prezident maktabini hayotiga o'rganib ketishlari uchun. Ular demak 5, 6, 7-sinfda Cambridge dasturiga ko'ra lower secondary darajasida o'qishni boshlashadi. 8, 9 sinfda IGCSE darajasiga o'tishadi va 10, 11 sinfda AS va A level darajalariga o'tadi. Har bir daraja oxirida, ya'ni 5, 6, 7 sinfni bitirgan o'quvchi o'sha daraja oxirida o'sha darajani qanchalik o'rganganini tekshirish uchun o'zini imtihonidan o'tadi. Va 8, 9 sinfni bitirgan o'quvchilar 9-sinf oxirida o'zini imtihonidan o'tadi. 10, 11 sinfni bitirgan o'quvchilar A level imtihonlaridan, xalqaro A level imtihonlaridan o'tib va ushbu sertifikatlar bilan nufuzli oliy ta'lim muassasalariga hujjatlarini topshirishadi. Oybek aka, boya aytib o'tdingiz, ba'zi bir fanlar ingliz tilida o'tilishini va yangi kelgan o'quvchilar to'g'ri ingliz tilidan imtihon topshirib kirsalarda, lekin u o'qituvchilar darajasida bilishmaydi. Ularda darslarni o'zlashtirishda qandaydir qiyinchiliklar yuzaga kelmaydimi? Shohjahon, bu savolingiz o'rinli. Albatta 5-sinfga qabul qilingan o'quvchilar STEM fanlarini ingliz tilida o'rganishi juda ham qiyin va shu sababli ularga ko'mak bo'lish maqsadida ingliz tili dars soatlari ko'paytirib berilgan prezident maktablari. Undan tashqari Global Perspectives, ya'ni zamonaviy yondashuv degan yangi uslubda o'tiladigan fan bularning o'quv dasturiga qo'shilgan va undan tashqari bizda STEM fanlari 2 o'qituvchi tomonidan olib boriladi, 2 o'qituvchi tomonidan o'tiladi. Bu mahalliy o'qituvchi va xorijiy o'qituvchi, xorijlik Cambridge sertifikati mavjud bo'lgan o'qituvchi tomonidan o'tiladi. Mabodo o'quvchilarda qanaqadir shu fandagi bilim ko'nikmalarini tushunish qiyin bo'ladigan bo'lsa, ularga mahalliy o'qituvchilarimiz o'z yordamini berishadi. Oybek aka, o'quvchilar 5-sinfdan chet el o'qituvchilari chet tili, chet madaniyatini o'rganish bilan band bo'lishar ekan. Endi o'zimizni milliylik, ya'ni bolalarni milliylik ruhida tarbiyalashchi, ularni vatanga bo'lgan muhabbatini qanday shakllantirasizlar? Juda ham yaxshi savol, Shohjahon. O'quvchilarimizni milliylikni unutmagan holatda va o'z qadriyatlarini unutmagan holatda tarbiyalash bu eng katta vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Buning uchun avvalambor prezident maktablarida o'quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimi va ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimidagi xodimlar o'quvchilarga o'z qadriyatlarini va milliyliklarini unutmasliklari uchun har xil tadbirlar uyushtirishadi va ushbu tadbirlarda
demak biz o'z qadriyatlarimizni va shu darajagacha erishishimizga asos bo'lgan jadidlar harakatini, o'z milliy bayramlarimizni va boshqa har qanday milliyligimizni eslatib turadigan demak tadbirlarni o'tkazishadi. Undan tashqari bizda har hafta asosiy ikkita o'quvchilar bilan yig'ilishimiz bor. Dushanba va payshanba kunlari. Dushanba kuni haftani boshlashda albatta biz O'zbekiston Respublikasi madhiyasi bilan boshlaymiz va bu narsa o'ylaymanki milliyligimizni, o'zimizni qadriyatlarimizni yanada kuchli bo'lishiga sabab bo'ladi. O'quvchilar prezident maktabiga kirish uchun anchagina chig'iriqdan o'tishar ekan va shu mehnatga yarasha qanday imtiyozlar ularni kutib turibdi prezident maktabida? Shohjahon, prezident maktablariga qabul qilingan o'quvchilar avvalambor bepul yotoq va 5 mahal issiq ovqat bilan ta'minlanadi. Undan tashqari ular demak ikki xil mavsumdagi maktab formalari bilan har yili ta'minlanadi. Cambridge dasturlarini bepul o'qish imkoniyati bilan ta'minlanadi va shu har bitta checkpoint, ya'ni 7-sinfni bitirganda, 9-sinfni bitirganda, 10 va 11-sinfni bitirgandagi topshiradigan imtihonlarini bepul topshirish imkoniyati mavjud ularda. Imtihonlarni muvaffaqiyatli bitirib kelgan o'quvchilar prezident maktablarini tamomlagandan so'ng O'zbekiston Respublikasidagi istalgan oliy o'quv yurtida bepul grant asosida o'qish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mabodo ular O'zbekiston Respublikasidagi o'zimizning oliy ta'lim muassasalarida emas, balki chet el oliy ta'lim muassasalarining filiallarida o'qimoqchi bo'lishsa, ular uchun alohida 33 milliongacha bo'lgan subsidiya bilan ta'minlanadi. Ya'ni misol uchun Toshkentdagi xalqaro Westminster universitetini oladigan bo'lsak, kontrakti 30 million, o'quvchi o'sha yerda o'qimoqchi, hujjatini topshiradi va davlatimiz uni kontraktini to'lab beradi 100%. Keling, deylik, boshqa bir masalan Webster universitetini oladigan bo'lsak, 38 million kontrakti deydigan bo'lsak, 34 milliongacha bo'lgan qismini demak davlatimiz tomonidan qoplanadi, qolgan qismi o'quvchining ota-onasi tomonidan qoplanadi. Bu o'quvchilarimizga berilgan imkoniyatlar, lekin bu imkoniyatlarga ega bo'lish uchun prezident maktabini aytilgan talabda darajasida bitirishi kutiladi o'quvchidan. Prezident maktabida o'qiydigan o'quvchilarni bunchalik ko'p imtiyozi borligidan xursandman, lekin tanganing yana bir tarafi bor, ya'ni o'quvchilarni oliy ta'lim muassasalariga kirishda bunchalik katta imtiyozga ega ekanligi ularni o'qish motivatsiyasiga ta'sir qilmaydimi va bularni oldini olish uchun qanday choralar ko'rasizlar? Qiziq savol, Shohjahon. O'quvchilarimiz yuqorida aytib o'tganimdek, prezident maktablari talabi darajasida o'qishni tamomlasa bu imtiyozlar beriladi. Ya'ni o'qish grantlar masalasi, grantlar berilishi agar talab darajasida o'qishlarini bitirsa. Buning uchun nima qilish kerak o'quvchi? O'quvchi hamma fanlardan a'lo baholarda o'qib, 11-sinfni oxirida topshiradigan xalqaro A-level imtihonlaridan aytilgan baholarni, ya'ni ularning baholash tizimi harfda belgilanadi. A star eng yuqori demak baho hisoblanadi. A, B, C yaxshi baholar, D, E yomon baholar va U, ya'ni ungraded deydi bu narsani ingliz tilida, bahosiz, ya'ni baho qo'yilmaydi. Shu baholardan A star, A, B, C baholarini olgan o'quvchi ushbu imtiyozlardan foydalana olishi mumkin. Undan past agar oladigan bo'lsa o'quvchi, demak bu imtiyozlar o'quvchilarga berilmaydi. Endi shu yerda ta'kidlab o'tishim joizki, A, B, C baholarini olish uchun o'quvchilar
kechayu kunduz tinmasdan o'qishlari kerak bo'ladi va xuddi shu baholarni ular bir emas 3 ta fandan olishlari kerak bo'ladi. Oybek aka, mashaqqatlar to'g'risida aytdingiz. Prezident maktabida o'qishni qiyinchiliklari ham bormi? Xo'p, to'g'ri, shuncha imkoniyatlar, shuncha imtiyozlar berilgan, lekin bunday imkoniyatlar va imtiyozlar o'ziga yarasha mas'uliyat ham yuklaydi. Prezident maktabida o'qish jarayoni juda ham qiziq ko'ringani bilan bir paytda juda ham mashaqqatli ham hisoblanadi, chunki o'quvchilar ertalab 6:30 dan uyg'onganidan kechki 6 gacha alohida rejim asosida o'qishadi, dam olishlari va to'garaklarda qatnashishlari belgilab qo'yilgan. Ularning asosiy fanlari 3:30 gacha davom etadi va 3:30 dan 6 gacha har xil to'garaklarda o'zlarining qiziqishlariga asosan to'garaklarda qatnashadi. O'quvchilarimiz boshdan kechiradigan qiyinchiliklardan yana biri ularning ota-onasidan yiroqda yashashi deb hisoblayman. Chunki har qanday yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, bolalarning ota-onalaridan yiroqda yashashi ularga og'ir bo'lishi mumkin, ularning psixologik holatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin, lekin shunda ham bizning o'quvchilarimiz demak doim maktabimiz psixologi, sinf rahbarlari va tarbiyachilari e'tiborida bo'lishadi. Oybek aka, o'zi prezident maktablarida internat tizimida o'qitilishi nimaga kerak? Prezident maktablarida o'quvchilarni yotoqxona bilan ta'minlab, shu yerda yashab o'qishining asosiy sabablaridan biri bu ularning oiladagi bo'lishi mumkin bo'lgan yoki boshqa muammolarga chalg'inmasdan to'liq diqqatini o'qishiga va o'z ustida ishlashiga qaratish uchun demak tashkil etilgan. Intervyu davomida o'quvchilarni qanchalik katta bilimga ega bo'lishlari, bilimga qanchalik katta e'tibor borligi haqida gapirib o'tdik, ammo ota-onasidan uzoqda yashayotgan o'quvchilarni tarbiyaviy va ma'naviy ahvoli qanday bo'lishi haqida gapirmadik. Shuni ham bir ochib o'tsak. Shohjahon, prezident maktabida o'qiydigan o'quvchilarimiz ning tarbiyasi, ularning ma'naviyati va ularning demak qadriyatlarga bo'lgan qarashiga alohida e'tibor beriladi. Buning uchun maktabning alohida odob axloq qoidalari demak hujjati mavjud. O'quvchilar 100% bu hujjatda belgilangan odob axloq qoidalariga amal qilishi kerak. Agar o'quvchilar bu qoidalarga muntazam ravishda amal qilmasa, bu ularning maktabdan chetlatilishiga olib kelishi mumkin. Tarbiya masalasiga keladigan bo'lsak, Shohjahon, bilasiz, O'zbekiston Respublikasida boshqa davlatlarga o'xshamagan holatda maktabda ta'lim va tarbiya beradi. Boshqa davlatlarda, masalan, turli xil chet davlatlarda bo'lib kelganman. U yerdagi ta'lim tizimida faqat ular asosiy e'tiborini, urg'usini ta'limga beradi. Lekin bizda, ya'ni O'zbekistonimizda maktablar nafaqat ta'lim, balki tarbiyaga ham alohida urg'u beradi. Buning uchun nafaqat bizning prezident maktablarida, balki umumta'lim maktablarida ham sinf rahbarlar o'quvchilar bilan alohida ishlashadi, ular bilan alohida suhbatlar olib borishadi. Demak, maktab administratsiyasi ham o'quvchilarga alohida e'tibor bilan ishlashadi. Ayniqsa bizning prezident maktablarida tarbiyachi xodimlar demak o'quvchilarga alohida e'tibor berib, ularning tarbiyasi bilan shug'ullanadi. Va shuni ham aytib o'tishim joizki, o'quvchilarimiz 24 soat davomida nazorat ostida bo'lishadi. Ya'ni qanaqadir ularning qiyin holatda bo'lishi yoki qiyinchilikka duch kelgan holatda doim maktab o'z qo'lini yordamga cho'za oladi. Oybek aka, podkast davomida faqat o'quvchilar haqida gapiryapmiz. Endi bir o'qituvchilar mavzusiga ham to'xtalsak, o'zi prezident maktabida o'qituvchi bo'lib ishlash uchun qanday talablar bor? Demak, prezident maktablarida ishlash uchun alohida talablar mavjud. Bulardan biri demak kamida 5 yillik ish stajiga ega bo'lishi kerak.
kamida bakalavr darajasini tugatgan bo'lishi kerak, chet tilidan xalqaro sertifikatga ega bo'lishi kerak va boshqa talablar mavjud. Demak, shu talablarga to'g'ri keladigan nomzod bemalol o'z hujjatini demak platforma orqali yuklashi mumkin. Bu platforma orqali yuklangandan so'ng u alohida testdan o'tkaziladi. Testdan o'tkazilgandan so'ng maktab ma'muriyati orqali suhbat asosida qabul qilinadi. Biz hozir mahalliy o'qituvchilar haqida gaplashdik. Endi xorijiy o'qituvchilar qanday tanlanishi haqida bir gapirib bersangiz. Xo'p, xorijlik o'qituvchilar maktab direktori ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligidagi bo'limimiz, ya'ni Prezident maktablari bilan ishlash bo'limi mutaxassisi va Human Resource Manager, ya'ni inson resurslarini bilan ishlash bo'limi mutaxassislari tomonidan intervyu asosida saralanib, agentligimiz tomonidan Prezident maktablariga tavsiya beriladi. Va o'sha tavsiyaga ko'ra ular ishga qabul qilinadi. Ya'ni o'zi aslida ishga oluvchi man. Asliga man olishim kerak. Lekin men bilmayman-ku, masalan, xorijliklar qanday ishlaydi, qanday nima qiladi. Agentlik intervyu qiladi. O'zi birinchi ulardan keyin sizda o'tadi. Intervyu qilgandan keyin ular tavsiya beradi. Ana shu menga matematika o'qituvchisi bor, olasanmi deydi. Men agar matematika o'qituvchisi kerak desam, olaman. Kerak emas desam, u mamlakatimiz emas, Afrikadan kelami? Yo'q. Qanaqadir bir UNICEFga o'xshagan tashkilot yuboradi o'qituvchilar, yo faqat Cambridge'ning sertifikati bor o'qituvchilar shu internetdan qidiradi, shu Prezident maktablariga ish kerak ekan, topshiradi. Demoqchimanki, qanaqadir freelansga o'xshagan saytlar bor o'qituvchilar uchun. Ya'ni o'sha yerga zaявка qo'yadigan. Xalqaro ishlarni nima qiladigan joylari bor. Tushunarli. Bugungi videomiz homiysi Atlantis Pool suzish havzasi. Atlantis Pool bir vaqtning o'zida fitness zal va suzish havzasini o'z ichiga olgan sport kompleksi. Suzish havzasi uzunligi 25 metr bo'lib, Olimpiya standartlariga to'liq javob beradi. Suzish havzasi yonida zamonaviy saunalar mavjud bo'lib, ikki xil, ya'ni quruq va parli saunalarga bo'linadi. Bino tashqarisida yana ikkita yozgi basseyn bo'lib, bolalar va kattalar uchun alohida tashkil etilgan. Yozgi mavsumda bolalar va kattalar uchun bir-biridan ajoyib va qizg'in shoular bo'lib o'tadi. Suzib, qorningiz och qolsa, mazali taomlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Mijozlar vaqtini yanada mazmunli o'tkazishi uchun stol tennis yoki suvda basketbol o'ynashlari mumkin. Atlantis Poolni 2-qavatida fitness zal bo'lib, bu zalimiz barcha zamonaviy sport anjomlari bilan jihozlangan. Ya'ni yugurish yo'lakchalari, velotrenajyorlar, gantellar, shtangalar, boks mishoklari, xullas hamma narsa mavjud. Atlantis Pool eng yaxshisi faqat bizda. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Prezident maktabida o'qituvchi bo'lib ishlashni qanday qiyinchiliklari bor? Xo'p, Shohjahon, demak, Prezident maktabida o'qituvchi bo'lib ishlashni o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Eng asosiy qiyinchiligi, eng katta qiyinchiligi men o'ylaymanki, bu Prezident maktabida ishlaydigan o'qituvchi degan nom. Ya'ni bilasiz, o'quvchilar ham Prezident maktablariga saralab olinadi va saralab olingan o'qituvchilar orasida o'z bilimini, o'z ustida ishlab borishini to'xtatmasligi kerak. Prezident maktabidan o'quvchilar qaysi holatlarda chetlashtiriladi? Xo'p, Prezident maktablaridan o'quvchilar chetlashtirilishi juda nozik masala. Birinchi navbatda talab doirasida, talab darajasida o'quvchi o'zlashtira olmasa, ya'ni Prezident maktablari o'quvchilari juda berilgan sharoitlardan kelib chiqqan holatda a'lo darajada o'qishlari kutiladi. Ikkinchisi, agar maktab hududidagi yoki maktab hududida, maktab yotoqxona hududida yotoqxona odob axloq qoidalariga rioya qilmasa, muntazam ravishda rioya qilmasa, ota-onalariga ogohlantirishlardan so'ng demak o'quvchi chetlashtirilishi mumkin. Uchinchi holat bu ota-onalari
masalan o'quvchining ota onasi bir shahardan ikkinchi shaharga ko'chganda yoki sog'liq ko'tarmagan holatga keladigan bo'lsa, demak o'quvchi o'z xohishiga ko'ra maktabdan demak ketishi mumkin. Demak, bitta holatda o'zini xohishi bilan va ikkita o'zini nomaqbul tutsa va o'zlashtirish past bo'lsa, shu ikkita holatda haydalishi mumkin. O'sha o'quvchi o'qishdan chetlatilgandan so'ng uning bo'sh qolgan o'rniga boshqa o'quvchi olinadimi? Bu qanday bo'ladi? Xo'p, deylik o'quvchi maktabdan chetlashtirildi, o'quvchilar safidan chetlashtirildi va bu bo'sh o'rni agar 5-sinfga taalluqli bo'lsa, ya'ni 5-sinf o'quvchisi deylik o'z xohishiga ko'ra o'qishdan ketdi. Shu yil davomida biz Cambridge'ning natijalari, ya'ni Cambridge demak assessment natijalariga ko'ra keyingi o'rinda turgan o'quvchilarni yil davomida qabul qilishimiz mumkin. 6-sinfdan boshlab 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar agar chetlashtirilsa, demak bo'sh o'rinlari saqlanib qoladi o'quv yili oxirigacha va o'quv yili oxirida, ya'ni aprel-may oylarida agentligimiz, ya'ni ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligiga biz bo'sh o'rinlar haqida ma'lumot beramiz va ular bo'sh o'rinlar haqidagi ma'lumotlarni umumlashtirgan holatda demak prezident maktablaridagi bo'sh o'rinlarni to'ldirish uchun yoz oyida alohida imtihon tashkil etadi. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tgan o'quvchilar demak o'quvchilar safiga kiritiladi va ular o'qishlarini prezident maktablarida davom ettirishlari mumkin. O'quvchilar maktabni tugatdi va oliy ta'limga imtiyoz bilan kirdi va ularning bundan keyingi hayoti qanday bo'ladi? Agentligimiz, ya'ni ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi nafaqat o'z o'quvchilari haqida, balki prezident maktablarini bitirib ketgan o'quvchilari haqida ham alohida qayg'uradi. Bu bilan nima demoqchiman? Prezident maktablari bilan ishlash bo'limi alohida prezident maktablarini bitirgan o'quvchilari uchun demak guruhlar tashkil etgan. Ularni orasida qurultoy har yili o'tkaziladi. Qurultoyda demak barcha bitirgan o'quvchilar va o'sha yilda bitirayotgan o'quvchilar jalb qilinib, katta tantanali ravishda katta seminar trening va undan keyin badiiy qismi o'tkaziladi. Undan tashqari mana birinchi ochilgan 2019-yilda ochilgan prezident maktablarini bitiruvchilari deyarli oliy ta'lim muassasalarida bakalavr darajasini bitirib qolishdi va ular haqida ma'lumotlar to'planib, agar o'z xohishiga ko'ra demak O'zbekiston Respublikasidagi ma'lum bir korxona tashkilotlariga demak ishga qabul qilinadi. Oybek aka, prezident maktabiga kirishni o'zi katta baxt, lekin bu maktabda o'qishni talablari ham juda katta va shu talablarga javob bermaydigan o'quvchilar yoki o'qishga qiziqishi yo'qolgan o'quvchilar bilan qanday yutasizlar? Avvalambor prezident maktablaridagi o'quvchilarning barchasi o'qishga qiziqadi. Ular orasida o'qishga qiziqmaydiganlari juda kamdan kam holatda uchraydi. Lekin shunaqa holat bo'lib qolsa yoki o'qishga qiziqishi yo'qolib qolgan o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, albatta birinchi navbatda uning sinf rahbari, tarbiyachisi yoki psixologi tomonidan suhbatlar olib boriladi. Agar nima deydi, o'quvchining o'qimaslik qarorini qabul qilishi yoki o'qishga bo'lgan qiziqishining yo'qolishi bu qanaqadir muammoning paydo bo'lishi deganidir. O'sha muammoni hal qilishga harakat qilinadi. Agar muammo juda katta bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha psixolog ham yoki demak o'qituvchilari ham yordam bera olmaydigan bo'lsa, ular bilan qo'shimcha ishlash uchun fan o'qituvchilari demak qo'shimcha darslar olib borib o'quvchining o'qishiga yordam berishadi. Keling shu vaziyatdan bo'lmaydigan holat bo'lsa agar petkengash yig'ilganda o'qituvchilarning roziligi bilan ular o'quvchining past o'zlashtirishi muhokama qilinadi va tegishli choralar belgilab olinadi va bu choralar keyingi petkengashgacha ko'rib chiqiladi. Agar bu choralar
o'quvchining o'qishiga yordam bermasa, ota-onasi demak ogohlantiriladi. Bir necha bor ogohlantirishga qaramasdan o'quvchidagi o'qishga bo'lgan qiziqishi o'zgarmasa yoki o'qimay qo'ysa, ana o'sha holatda pet kengashning qarori bilan o'quvchilar safidan chetlashtirilishi mumkin. Oybek aka, bugungi suhbatimiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Bugungi suhbatimiz uchun vaqt ajratganingiz uchun rahmat sizga. Video oxirida tomoshabinlarimiz uchun xulosa o'rnida gap aytsangiz. Xo'p, Shohjahon, avvalambor aytib o'tishim joiz bo'lgan narsa, demak, beshikdan deydi, qabrgacha ilm izla. Hech qachon ilm izlashdan to'xtamaylik. Ana undan keyingi narsa Allohimiz bizga bergan eng qadrli, eng bebaho ne'matimiz, ya'ni vaqtimizni behudaga sarflamaylik. Har bir o'tayotgan soniyamiz, har bir o'tayotgan daqiqamiz biz uchun manfaatli bo'lishi kerak. Shu uchun vaqtingizni qadrlang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Shohjahon, sizga ham kattakon rahmat. Sizga ham rahmat Oybek aka. Do'stlar, Prosta Chaqchaq kanalini kuzatishda davom eting. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta like va kommentariyalarda keyingi videolarda kim bilan suhbat qurishimiz haqida yozib qoldiring. Biz albatta insonlar bilan bog'lanishga harakat qilamiz, agar rozi bo'lishsa. Do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Shohjahon Ismoilov bo'ldi. Prosta Chaqchaq kanalini kuzatishda davom eting.